Haqiqatan ham men SATdan birinchi urinishda 1250 olganman va aynan shu videoda ana shu past ball olishimga sabab bo'lgan xatolarim haqida gaplashib o'tamiz va xuddi shuningdek 1530 ya'ni baland ball olishimga menga yordam bergan to'g'ri strategiyalar haqida ham bu videoda gaplashib o'tamiz. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, xuddi menga o'xshab past ball olishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va videoni oxirida ham sizga ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'yibmiz. ...2025-yilning avgust oyida IELTS imtihonidan 7 ballni qo'lga kiritgach, SAT uchun tayyorgarligimni boshlashim kerak edi. Lekin matematika olimpiadalarida qatnashganim va IELTS ballidan yuqori ball egasi bo'lganim uchun men SAT tayyorgarligini uzoqqa cho'zib kelaverdim va bu haqiqatdan ham keyinchalik meni past ball olishimga sababchi bo'lgan birinchi omillardan biri bo'lib qoldi. Va bu noyabrning birinchisi, ya'ni 1-noyabr SAT imtihoniga 1 oy qoldi va men esa hali SATni boshlamagan edim. Shu kuni o'zimga katta maqsadlar qo'ydim, SATga registratsiya qildim, ya'ni 2025-yilning 6-dekabrida SAT imtihonini topshirgan edim. Va ana hozir esa shu 1 oy ichida qanday xatolarni takrorlaganim haqida gaplashib mulohaza qilamiz. SATga tayyorgarligimni birinchi bo'lib practice test ishlashdan boshladim. Birinchi practice testning natijalari ekraningizda ko'rinib turibdi va SATning keyingi practice test davomlarida, ya'ni SATning keyingi preparation davomida men deyarli hech qanday yangi mavzular va yangi qoidalar haqida tanishib olmadim. Ya'ni har kuni practice va yana practice qildim. Va bu meni eng katta va ko'pchilik student qiladigan katta xatolardan biri bo'lib qoldi. Chunki practice davomida uni tahlil qilmaysiz va har kuni practice degani bu, ya'ni siz har kuni bir xil bilimingizni qayta o'lchashga harakat qilyapsiz. Aynan shu xato SAT studentlari tomonidan ko'plab uchraydi va common xato hisoblanadi. Ikkinchi xatoyim bu, practice testlarini bajardim. Endi ikkinchi xato bu o'sha practice testlarni birma-bir o'tirib ustida analiz qilmaganligim. Ya'ni siz qarang, practice test ishlayapsiz va xatolar chiqyapti. Bu xatolar chiqqani aslida bu bizning yutug'imiz. Ya'ni har practice testda sizga imkoniyat bo'ladi o'sha xatoingiz ustida ishlab, keyingi practice testlarda yoki imtihonda o'sha xatoni takrorlamaslikka va yana o'sha xatoni o'rganib chiqishga. Aksincha men nima qilardim? Shunchaki practice testlarni ishlab tashardim, ballimni bilardim va hech qanday ularning ustida ishlamasdim. Balki practice test javoblariga qarayman, mana misol uchun 1210 chiqdi, qarayman, normalniy, misol uchun matematika 700 dan baland, ingliz tili qismi 500 dan baland, men yaxshi natija ko'rsatdim. Keyin xatolarimga qarasam, juda ham common va oddiy xatolar qilgan bo'laman. Misol uchun matematikada va qarayman, buni bilardim. Misol uchun yo bo'lmasa, buni shu yer joyida salgina adashib ketibman, keyingi safar bunaqa xato qilmayman deb ketardim. Va bu yo'q. Bu aynan juda ham katta xato hisoblanadi. Siz har bir practice testingizni o'tirib birma-bir tahlil qilishingiz kerak. Misol uchun matematika qismida bitta xato qildingiz, to'g'rimi? Misol uchun nimaga xato qildim degan savolni birinchi berishingiz kerak. Misol uchun nimaga xato qildim? Hisoblashda xato qildim. Qaysi hisoblashda? Misol uchun desmosga kiritishda xato qildim. Aynan o'sha narsani o'zingizga takrorlang. Qog'ozga yozib chiqing va keyingi safar xuddi shu xatoni takrorlash ehtimolingiz juda ham kamayadi. Aynan xatolar ustida shunaqa qilib ishlash kerak. Birma-bir xatolar ustida ishlash. Bu meni yana bir zaif jihatlarimdan biri bo'lgan, ya'ni SATdan birinchi urinishda 1250 ball olishimga sababchi zaif tomonlarimdan biri bo'lgan. O'qish strategiyalarim, ya'ni o'qish strategiya xato bu. Quyida gaplashgan strategiyalarim orqali men shu 1250 ball oldim. Bu yaxshi deb aytmayman.
balkim yomon ham bo'lmasligi mumkin, lekin bundan ham yaxshi strategiyalar bor va aynan o'sha omillar may oyida 1530 olishimga sababchi bo'ldi. Keling, endi shu strategiyalar bilan gaplashib o'tamiz siz bilan. Ochig'ini aytsam, o'sha dekabr oyidagi 1250 ball ko'rganimda men juda ham disappointed bo'lganman, xafa bo'lib qolganman. Shuncha tayyorgarlik qildim, bir oy practice test ishladim, shuncha qanchadan qancha ko'p misollar ishladim, lekin shunaqa ball chiqdi. Lekin men xato yo'lda ishlaganimni o'zim bilmasdim. Va o'sha result kunidan keyin men shunaqa qarorga keldim. Bundan buyog'iga ko'p ishlamayman, aqlli ishlayman. Ya'ni no hard working, lekin smart study qilib ishlashga o'zimga o'zim qaror qildim. Lekin SAT imtihonidan keyin, ya'ni dekabr oyidan keyin meni hayot SAT tayyorgarligidan ko'ra boshqa jihatlarga olib ketdi. Ya'ni birinchi bo'lib ingliz tilidan olimpiadaga qatnashdim, undan keyin esa matematika milliy sertifikatiga tayyorgarlik ko'rdim. Va men bilmas edim bu tayyorgarliklar SAT ga qanchalik muhimligini. Bir ingliz tili olimpiadasida men misollarni shunchaki ko'rib chiqmadim, ya'ni mashqlarni shunchaki ko'rib chiqmadim. Har bir inglizcha qoida orqasida qanday sxema ishlashiga chuqurroq kirib bordik. Men bu uchun aynan meni ingliz tilidan o'qitgan Gulor ustozga juda ham katta rahmat aytaman. Olimpiada davomida ko'plab ingliz tilidan bilimlarga ega bo'ldik. Guruhda kuchli o'quvchilar bor edi va o'quvchilar bilan birga ishlash menga juda ham ko'p yordam berdi. Ingliz tili grammatikasini chuqurroq tushunib olishimga va men orqaga qaytib qaraydigan bo'lsam, shu ingliz tili olimpiadasi SAT ga tayyorgarliklarida juda ham katta boost bergan. Ya'ni men SAT uchun tayyorgarlik ko'rmadim. Shunchaki ingliz tili qoidalari nima, qanday ishlaydi, har bir qoidalarni, sentence structure, verb tense, modifiers hammasini birma-bir o'sha grammatikani ichida chuqurroq qilib o'rganib chiqdim. Va o'sha IELTS ga ham yordam berdi va ingliz tili olimpiadasi juda ham katta SAT English qismida menga boost bergan omillardan biri bo'lib qoldi. Ingliz tili olimpiadasidan keyin milliy sertifikat, ya'ni matematikaga milliy sertifikatni tayyorgarligini boshladim. Chunki 11-sinf edim o'sha payti va keyingi yili oliy ta'lim muassasalariga topshirishim zarur edi. Va bu milliy sertifikatga davomiy tayyorgarlik davomida tayyorgarlik ko'pga cho'zilmagan bo'lsa ham bir haftani o'zida men ko'p narsani o'rgandim. Ya'ni matematikada fikrlashni, murakkabroq masalalarni ishlashni va chuqurroq va aniqroq fikrlashni o'rgandim. Bu albatta SAT da menga juda ham katta foyda berdi. Ya'ni matematika 1250 olgan paytim 740 bo'lgan bo'lsa, bu milliy sertifikat imtihonidan keyin menga albatta 800 ball olishimga asosiy sabablardan biri bo'lib qoldi. Mart oyining oxirida practice test qildim. Birinchi hech nima o'rganmadim SAT bo'yicha. Birinchi practice testimda natija 1320 chiqdi, Math 760, English qismi 560. Natija quvonarli emas edi, to'g'ri, lekin men bu safar qayerda xato qilganlarimni va qanday qilib keyin harakatlanishimni tushunib olgan edim. Bu kundan boshlab SAT ga tayyorgarlik strategiyalarimni o'zim uchun o'zgartirib oldim. Ya'ni nima qildim? Ingliz tili qismida, ya'ni meni weak area sifatida bo'lgan qismga juda ham ko'proq e'tibor berdim. Har bir sectionni craft and structure, standard English conventions, expression of ideas har birisini alohida chuqur ichiga kirib o'rganib chiqdim. Question types, qanaqa qilib ularga approach qilish kerak, hammasini birma-bir o'rganib chiqdim. Faqatgina chuqur analiz qilib 10 ta testdan 10 tasi ham to'g'ri chiqqandan keyingina keyingi qismlarga o'tib, xuddi shu tartibda o'rganib chiqdim. Ingliz tilida asosiy savol turlari bilan ishlash va pattern recognition ustida kuchli ishladim. Matematika qismida esa vaziyat sal boshqacharoq edi. Matematika qismida 750 ball atrofida bo'lgani sababli men matematikada ko'proq tez ishlashga va xatolarim ustida ishlashga urg'u qaratdim. Matematikada shu bir oy tayyorgarlik davomida eng ko'p e'tiborimni Desmos, ya'ni SAT da allowed qilingan kalkulyatorni qanday qilib effektiv ishlatishga yo'naltirdim bor potensialimni va shu natija bilan bir oy ichida ingliz tilida deyarli modul 1 va modul 2 da
10 ta xatodan ko'p xato qilmaydigan bo'ldim. Matematika qismida esa har bir modulni dastlab 33 minutda tamom qilayotgan bo'lsam, keyin Desmosni o'rganib, hammasini izchil o'rganib chiqqanimdan keyin bu 33 minut, ya'ni 33 daqiqa 18-20 daqiqaga tushdi. Bu menga qiyin, oxirida qoladigan modul 2 dagi qiyin savollar uchun ko'proq vaqt ajratishimga juda ham katta yordam berdi va men o'ylayman, perfect score, matematikadagi perfect score 800 ballni eng asosiy omili shu deb o'ylayman. Bu safar endi odatlarim boshqacha edi. Har safar mock ishlaganimda u mockni tahlil qilishga 2 kundan ko'proq vaqt sarflardim. Qaysi savolda xato qildim, nega xato qildim va xatolarimni qanday qilib keyingi safar takrorlamasligim mumkin kabi savollarga o'zimga javob berib, aynan alohida bloknotga yozib oldim va bu menga juda ham katta yordam berdi. 3 hafta tayyorgarlik, xuddi shu tartibda 3 hafta tayyorgarlik va bilasizmi, keyingi mock necha chiqdi? 1480, 790 emas, English esa 690. Bu deyarli 1500 atrofida edi. Ozgina xatolar bilan 1500 dan balandga ham chiqarish mumkin edi. Ya'ni range ni o'zi ham 1500 ga yetib turgandi. Bu meni quvontirdi, ya'ni juda ham quvondim. Shu to'g'ri tutgan strategiyalarim, to'g'ri mashg'ulotlarim, ilmiy misollarga yondashuvlarim, Desmosni o'rganganim barchasi, ya'ni bu 1480 mockda shunaqa natijaga chiqishga meni olib bordi. Va lekin bu hali ham enough emas edi. Meni oldimda yana 2 hafta adashmasam bor edi. 2-may imtihonigacha 2 hafta vaqtim bor edi. Bu 2 hafta davomida o'sha 1 oy tayyorgarlikni, skilllarimni rivojlantirishga, Desmosga, Englishdagi hamma skilllarni rivojlantirishga ketkazgan bo'lsam, keyingi 2 haftani, ya'ni SAT imtihonigacha bo'lgan keyingi 2 haftani har 3 kunda bitta mock ishlab o'tkazdim. Ya'ni nima qildim? Birinchi kun mock ishlayman va natijamni ko'raman, prosta bo'ldi va shu kuni o'tadi. Ikkinchi kun nima qilaman? Ikkinchi kun olib hamma savollarni teng 2 ga bo'laman. Matematikada 2 ta savol, misol uchun matematikada 2 ta savol qilsam, birinchi savolni birinchi kunga, ikkinchi savolni ikkinchi kunga. Ingliz tilida 10 ta savol xato qilsam, 5 tasi birinchi kunga, 5 tasi ikkinchi kunga. Xuddi shunaqa tartibda 2 kun, deyarli 2 kundan ham sal ko'proq vaqtni har bir mockga sarfladim. Men mock natijalari 1450, ba'zida 1430 chiqqan holati ham bo'ldi. Ya'ni 1480 dan keyin 1430 chiqqan holatlari ham bo'ldi. Bu paytda men nima qildim? Tushkunlikka tushmadim. Shunchaki bu holatni men xatolarimni ko'proq o'rganishim uchun imkoniyat deb qabul qildim va xatolarim ustida juda ham ko'p ishladim. Menimcha bu eng ko'p balimni boost qilgan odatlarimdan biriga aylanib qoldi. Va aynan o'sha 2-may imtihon sanasi yetib keldi. Imtihonga kirishdan oldin hayajon bor edi, lekin qo'rquv yo'q edi. Chunki men nima qilayotganimni o'zim bilardim. Shuncha tayyorgarlik qildim, o'z ustimda ishladim va mocklarim ham 1500 olishimga reasonable edi. Lekin haligacha mocklarimda 1530 kabi baland ball chiqmagan edi. Imtihonga kirib chiqdim. Matematikada bitta savolda qiynaldim va hesitation bor edi to'g'ri va xato ishlaganimga. Va 15-may result kuni chiqdi. SAT'ning javobi chiqyapti bugun. Resultga qarasam, bilasiz, college boardda ochdim saytni, 1-2 soniya o'ylanib turdi va men ichim juda ham hayajondaman. 1530 chiqdi, ekranga qarab shunaqa qotib qoldim. Qarasam Math 800, Ebru 730, umuman kutmagandim. Taxminan 1480 va 1500 oralig'idagi ballni kutgandim, lekin 1530 juda ham amazing bo'ldi. Va men bu hamma experiencedan o'rgangan narsalarim sizlar bilan bo'lishganimdan juda ham xursandman. Menimcha sizlarga ham valuable
informatsiya berdim deb o'ylayman. Agar siz ham SAT ga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, men qilgan xatolarni qilmang. Endi videoni asosiy qismi, ya'ni sovg'alar qismiga keldik. Men o'zim 1250 dan 1530 olishimga yordam bergan study planim bor. Ya'ni o'sha milliy sertifikatdan keyingi tayyorlangan study planim bor. O'sha hammasini bitta faylda tuzib, sizlarga materiallari bilan tashlab beraman. Bu aynan o'sha Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanalga o'tib hammasini topishingiz mumkin. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun sizga juda ham katta rahmat. Siz menimcha men o'rgangan experiencedan siz ham bir narsa oldingiz deb o'ylayman. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham minnatdorman. Shu uchun kichkinagina mehnatimizni qadrlab videoga like bosib, do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalda bundan keyin ham bundan ham foydaliroq informatsiyalar va bilimlar bilan bo'lishib borishda to'xtamaymiz. Hammaga rahmat.